Assalomu alaykum barchaga. Ushbu videoni olinishidan asosiy ko'zlangan maqsad qaysidir kuni menga o'sha muddatli to'lov bo'yicha kechiktirilgan qarzdorlikni undirish bo'yicha xodimlar telefon qildi, aloqaga chiqishdi. Shunda kollektorlarda gapi shunday bo'ldiki, menga nisbatan ishlatgan texnikasi kredit tarixingiz yomon ahvolga keladi degan mazmundagi gapni aytishdi. O'zi to'g'ridan-to'g'ri kredit tarixingiz yomonlashadi. Xo'p, kredit tarixi qanaqa yomonlashadi? O'zi kredit tarixi nima? Kredit tarixini oddiy jismoniy shaxs ham ko'rsa bo'ladimi? Qayerdan? Shu narsa bo'yicha ushbu videoni olmoqchiman. O'zim izlanib ko'rdim. Agar kredit tarixini qanaqa olishni biladigan bo'lsanglar, kommentariyada men bilaman deb yozib qo'yinglar. Agar bilmaydiganlar bo'ladigan bo'lsa, ancha foydali bo'ladi ushbu video. Xullas, ishni nimadan boshlaymiz dastlab? Play Marketga yoki App Store'ga kirib olamiz. Endi hammada telefon rusumi har xil. Kiriladi. Kirilgan zahoti qidiruv bo'limiga Katim deb yoziladi. Katim deb yozganinglarda K-A-T-M deb yozganinglarda sizlarga ushbu ilovani chiqarib beradi. Ushbu ilovadan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Dastlab yuklab olamiz telefonimizga. Uyali aloqa vositamizga yuklab olamiz va undan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish ketma-ketligini to'g'ridan-to'g'ri qanday to'g'ri tartibdagi o'tish ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Ilova ochilgan zahoti bu yerda My ID orqali pasport ma'lumotlari kiritiladi. Shartnomaga bilan tanishib chiqasiz va pasportingizning 14 xonali raqami JSHRni kiritasiz. Pastiga tug'ilgan kunlaringiz ma'lumotlarini kiritib, video identifikatsiya orqali shaxsingizni tasdiqlab olasiz. Undan keyingi bo'ladigan jarayonda hozir mana amalga oshirilyapti, identifikatsiyadan o'tilyapti. Xohlasangiz xavfsizlik uchun PIN kod o'rnating, xohlasangiz o'rnatmang. Mana shu yerda o'zi kredit reytingingizni ko'rish imkoniyati bor, lekin kredit tarixi yaxshi yoki yomon ahvoldaligini ma'lum bir miqdorda, ya'ni hozirgi kunda 17 ming so'm atrofidagi pulni to'lab, keyin shu kredit tarixi hisobotini olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bu yerdan ushbu videoda ko'rib turganingizdek, xuddi shu tartibda kredit tarixi ma'lumotini, ya'ni kredit tarixi hisobotini shu ilova orqali o'zingiz qanday holatdaligini tekshirib olish imkoniyati mavjud sizda jismoniy shaxs bo'lib turib. Aynan shu bank xodimiga yoki boshqa birovga aytishingiz shart emas, kredit tariximning holati qanday, buni bilib ber degan ma'noda. Xullas, videomiz qisqacha mana shu tarzda. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Biladiganlar bo'lsa, boya hali aytgan o'tganimdek, biladiganlar uchun eslatma, bilmaydiganlar uchun foydali ma'lumot bo'ladi. Meni eshitganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.